Ta'mi o'zgacha ham yeyishlik bo'lgan, atigalik nashliq chiqaradigan yoki yayin tijorat qiladiganlar uchun intayin tushadigan bozorlik sovuq soy qilishni o'rganib oling. Avval muvofiq miqdorda pintozni qiziq suvda yumishtirib olamiz. Ondan keyin so'sin kallak basayni videoda ko'rsatgan bo'yicha inch kallatni to'g'rab tayyorlab olamiz. Do'yani qozonga solib 2 minut atrofida pishirib elib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq soy darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyo nomeri shu. Qozonga azroq may qo'yib, piyoz, samsaq, sho'milan silib, bir ishga qo'rvatgandan keyin Xo'ng yo'dan yerim chimich atrofida qo'yib etamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning sovuq soy tetitqisidan bir bolaq silib etamiz. Buni sağgandan keyin boshqa tam xurishlarini silishning hojati yo'q. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormi, shu sovuq soy qilsam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar. Ta'mi gap ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Endi buning obiyatini chilab tayyorlab olgan pintozni silib, muvofiq miqdorda tuz silib, tam xurishlaridan boshqa xurishlarni samsanglar bo'ldi. Muvofiq miqdorda ochiq suv qo'yib etamiz. Eldan elgin nat tapdigan do'stlar, yaqindan beri qo'llash intayin tuvanna. Inkas rayini g'aqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Kelarki san texim sarxil